Unda bo'lsa qara. Sen atrafdan yugurib kelamsan. Ha, o'tirib olsang, hammasan o'tirib boshlayga deb qo'ymsan. Men yerda o'tiray degina. Endi yugurib kelma. Ha. Deydigan gapim shu-ku. Bilsa nima deyman? Nurali bu vaqt brek bor deb zot boshlamdiq deb shu gapni qilib bersang bo'ladi. Ha? Diqqatda 3 2 1. Ya Nurali vaqt brek bor deb boshlamdiq. O'sha usul o'ynayaptamsan. Vaqt brek bor deb boshlamdiq emas. Bundan kilise qara. Ya Nurali, bu vaqt brek beribdi-ku. Bu programni boshlamdiq. Mana, mushunchalik ha? 3 2 1 kira ha. Ya Nurali vaqt brek beribdi, programni boshlamdiq. Voy, mondoliq kelmasam, murakkab deman shuni. Aplasha. Yuzmog'inami birlik keldi. 3 2 1 ha. Ya Nurali ma vaqt brek beribdi, program boshlamdiq dedi. Kat bo'ldi. Ma gaping bu joyda, o'jo, oxirda danga mushki qiz gapni. Hozir sujuma. Onun ustiga bu rolanmaq tas emas, rejissorlik qilmoq tasib ketib bordi hozir. Qana esa o'ylab baqa, rejissorning ish testo, jili bo'lib tushundirib bosh rejissorlarning o'sha vaqtlarini bekchiq ko'ramiz-ku biz. Kinolarning rejissori bo'lsa, mayli qanday rejissor bo'lsa, vaqirab chaqirablam yuga vaqtlarini ko'ramiz-ku. Oson emas deyim, qippaqa odam bildi uni. Hem şu perde aksideki miş rejissor çolpalarımız mı yamancık. Şular bu Brian çakırıp bir paranlış baksak ummamdı deyim ben. Paranlış baksak? He. Paranlışsan buldu? Çakamamsa paranlışsam. Ya programıga demse, buludan depamaydı. Menci boğa vaqtiga şu haqiqiy çolpan deb atılışıq tegishli odamda şu rejissorlar deb o'ylayman. Ssenaristlar, rejissorlar-chi. Minoncha demay chaqira birani. O chaqira birani deganga bu ishni chaqasam osmonda tushadigan kino emas bu. Voy, ya ishnima esa chaqirsa sen sana ishnima. Ya bu gapingga xato emas hamda. Lekin men ba'zi o'ylab qolmay qaramoq oltin sezgo'rim bek kuchlikmikin menimcha. Qana deysan? Men bugun shu buldigan ishlarni bir pamlab olgandeklik qiliblam. Jur'atkamni chaqirib qo'ygandim qara. Jur'atkamni? Qaysi jur'atkamni? Jur'at Vaytakamni. Jur'at Vaytakam kelamda? Ha. Hem saklap bir çakırı olmamak jur'atkamni. Muşta ishtiklanmadik boshlamasa. Ishtik emas bu program vaqti buraya berib ketdi, jur'atkam saklab qoldi. Beshini qilmaydi boshlar. Ha, boshlardi. Chaqira jur'atkamni. Bo'ptilar, unda bo'lsa yomon ko'rgan gap ketdi, bir ko'rsatdi ya. Jur'atga chiqinglar deb. Xo'sh, 2021-yillik Ma'rifiy Cho'lpon keldi programmamizda bugungi alayda yangi soniga alayda taklif qilingan bizniki suyumli rejissorimiz, San'at yurti opera teatrining rejissori, shundaqla davlatlik 1-darajalik rejissor Jur'at Vaytakamni marhamat. Hey, Jur'at. Yaxshi Sizden gördükemiz akama programda. Sen çağırsan göreceğiz. Kıymetli vaxtınızda ajırtıp bakamış programı qadam təşrif qılğanınızga rahmetimni bildirməyəcəm şəxsən. Rahmet. Programın namıdan. Burun qadamı yaşırıp ketgəndək çiraysız. Başlaraq turvatım hazır. Yaş 40 taş qaldı, keyin məndən qaldı. Aldım mağlubum məsrəcəb tur benim. Çoğpan geldi programımızda burun kögen ha siz? Ha, kögen. Neçə sani gördünüz? Cıq görüp bulamadım, lekin kögen sallarım ita yaxşı çıkıptı hocama. Şununla sen... Biz şu kesbi adamda qıplanmağa işlerini biz kılayız. Doğru, ara gör. Bak hep orası dedi. Kesbi adamda qıplanmağa işlerini batı sen. Hayır, itotunuz şu MTV işleşler. O adlıkam çıkıp, fikirlerim neymiş kıvat sizler? Ya sizler de kesbi artistler qıplan. Doluqlap qıqamakçı babat emezdim. Ben yaxşı yüzlüğa itotlarcım arkadaşım. Kim yazgan bu qıt? Lekin ben gipimde turamay qaraş. Kesbi adamda qıvat qaşlar qıp qavat. Lekin aka sizning bu sene asosiy qo'shgan to'ypingiz oz emas. Bunda chiqib ketgan vaqtlarda. Qilish qilishimiz. Shu ashi itotlar yangi chiqqan vaqtlardami g'ayrib sanamninkidan boshlab, yangi chiqqan vaqtlardami bizniki kichik vaqtlarimiz hisoblandi ha. Kichikimizdagi ashta bir yaxshi aslimalarni qoldirgan, bizga bek cho'nqur ta'sir qoldirgan itotlar hisoblandi-ku. Hozirgacha unutmaymiz. Hozirgacha biz suyib ko'ramiz, yaxshi ko'ramiz. Ko'rib bo'lgan bo'lsaqmi, qaytilab talay qaytilab ko'ramiz-ku. Biz zerikmaymiz. Uningki shu ijodchisi siz shu aka. Bugün mana bu sende. Birden turamdık ya. Bizim oturgan uğraştırayım. Anda manda aka birden turaylı çoğa oturup alsak. Mağaç paralasak buldum.
Ama oturup alsak oturup kaldı ekanmiz şu an. Aman oturup ekanmiz emasmi bunda bir jampi qilib. Nurg'un ko'rmaldiringiz meshada sizga talmirib turayotgan mushu damlarda bir ashlag deb qo'ydigan mush programmaning eng beshida bir yurak so'zlaringiz yo'q bo'lmasa bir deb qo'ydigan gaplaringiz bormi yo'q? Salam deysan ku. Salam bo'lsinmi? Bo'ladi, boshqa gap bo'lsin, bo'ladi. Men cho'qim boshqa programmalarda cho'qim salomingizni yetkazayman demayman. Unda demaysan. Nima desam mayli. Hürmetli görürmenler, yeni yılınızın mübarek olsun. Yeni yılda hemmenlarının tininglarga salomatlik, oilanglarga baxit, har bir kuninglarga shadxo'ramlik tilayman. Unda olsa rejissor bo'lishibdan hozir bizcha rejissor qanday odamki deyim, shu juratkamdek odamki. Rejissorlar mening bilishimcha Dogondan keldi-ku. Masalan, naqsha, usul hamma narsada bo'ladi. Hozir mushu sizning xabaringiz yo'q-ku bu jihatlarda qanday ish qilishimiz. Hozir naqshida Wang Yunni yaxshi o'ynayman. Biz mush programmamizga juratkan chiqqan mushu sonda biz bir maydon oldiga bir usul o'rlashtirib beraylik deb aydi inshaalloh tayyor qildik-ku. Bir maydon usul o'ynaytiblam, ani kep o'tirib. Men odat usulga shunda payzim bor. Qarab, bedni taqib turib usul shunda keladi. Ha, shunda bir saat. Kep o'tirdi. Sen bir davozmansan endi. Milliy usul deb tura olmaymiz-ku. Moda botgan usullarni o'ynab bersangiz deylik. Ayta. Men seni manga davozingga cho'qqim 10 metr deb tura olmayman. 8 metr olsam, 7 metr olsam bo'ldi. Bo'ldi. O'tirishdan ketay bo'ldi. Mana aka kelayotgan maylam nurg'un xo'shallik ato qilyapsiz bizga. Voy, seni xo'shallik ato qilyapsiz. Programmang erkin nazar program emas, shuni men boslashib, ching tumisam usul solganda qilsin. Gapni nereden boshlaymiz aka? Tugutsan mayli. Men qo'yib bersangiz, men shu itotla boshlayman. Abay men gaplarni qildim-ku, bir muncha itotlar bizning nurg'un go'zal aslimalarimizga to'lgan, biz yaxshi ko'ramiz hozirgacha debchi. Shu itotlarda siz roliga chiqqan. Keyingi itotlarda sizni ko'ngilmadi aka. O itotlarda endi men o'zimninki sal o'qish tariximni kichkina so'zlasam bo'lmaydi ekan. 98-yili Markaz teatr sho'yaniniki aktyorlik fakultetini bitirgan. Bitirib opera maktabiga taqsim qilindik. Biz bir qarar 4-chi qarar Şinjan sinf o'quvchilari bizning saboqdoshlar hozir xizmatdosh bo'lib ishlayapmiz. 6-7 yil kep aktyorlik xizmati bilan shug'ullangandan keyin o'zimning o'sha rejissorlikqa ozroq bir fikrlarim paydo bo'lib, rejissorlikqa nisbatan qiziqishim paydo bo'lib, bir turkum asarlarni rejissorlik ishlamam. Asar degani bu joqda kichik narsalar. Hamda yumor plastinkalari, naqshchilarningki MTVlari degandek. Burun biz ko'rgan Navo kulkilari degandek, shu tunji asar shu Navo kulkilari. Shuni baqqan ekan, hamda o'zimning tushunishimdagi rejissorlikda o'zim bildigan narsam chekilib qoldi. Hamda men cho'qim bir fikri holatda bir o'rganishga muhtoj bo'ldim-da. Shuni bilan 2005-yili yana shu Markaz teatr sho'yaniga, o'zimning ona maktabimga rejissorlikqa bilim oshirish qo'yib, berib kelgandan keyin izchil shu rejissorlik bilan shug'ullanyapman. Hamda boyisan tilga olgan avu rejissorning rolini elish voqeasi, bu itotlarni yezib, rollarga bo'lib bo'lgandan keyin ba'zida aktyorlar kitob ssenariyini toz cho'nqur tushunmay qolganda rejissorlar o'zi o'ynab ko'rsatdi-ku. Manda qilsa deb boyisan miyada. Azroq nim qilibdim-ku. Men desam seni jugatmaydi. Shuni o'sha işte ko'z jarayonida sal shu ochig'imi bor so'zlaydigan mundaq bir rolga aningga bo'lamdik, maningga bo'lamdik deyishib bu balla bizning shu hamkorlashgan varabimiz Rimqan qatorliq sen o'zing o'ynasang bo'ldi. Sen aktyorlikda o'qigan bo'lgandan keyin. Bu sening qarsaqlar rejissordek chiqdi ekansa, sen obraz yaratmasang bo'ldi deb turibdi. Shuni deb shu birinchisi Naval kulkilarda Abdukerimxon bilan yumorda shuning bir rejissorningki rolini o'tagan bo'ldim. Undan keyin itotlarimizda film ishlash, MTV ishlash, andan keyin e'lon ishlash, qismliq itotlarda texbo. Komediya qatorliq qismliq shulardan hamda tragediya deb yana bir varianti bor uning Karvanning birinchi. Tragediya eng oxirgi demasiz chiqqan. Komediya juma. Tragediya 5 Karvanning birinchi soniga itotu. Mayaqni yezib xatolasi 3 va 8niga dovlug'ilgan birinchi sonda. Shu qatorliq narsalarning hammasi shu rejissorning roli menga bo'linib ketdi. Shuni olib bo'pti o'ynasam o'ynaytay. O'zim aktyorlikda o'qigandan keyin deb shunda o'ynab qoldim. Keyin hamda nurg'un asarlarni ishildik. Anadagi o'zimning shu rejissorlik xizmatimda. Ammo itot hamda kichikroq janr. Hamda buningga bo'ladi. O'zimiz rol olib, o'zimiz rejissorlik bo'disdan chiqatkil bo'ldi. Ba'zida surat kelib olib, bas o'tirib ko'ramagandan keyin. Anadagi o'rinlarimni o'zimning tanishib mundaq qilgan vaqtlarim bor. Lekin cho'ng asar kelganda o'zimiz u asarga aralashib, sahnaga chiqib olsak, rejissor degan cho'qqim ham bir kasbiy nuqtadan, yana birisi bir pastki tomoshabinning nuqtasidan ko'rib turib chiqildi-ku sahnani. Shuning uchun biz u sahnaga chiqib olsak bo'lmaydi, shunaqa sahnadan asosan tövendroq o'tirib xizmat qilib qoldim. O'tganda bir vaqtda mush to'rg'i chiqib, itotning ostida bir inkas qoldiradigan bir rayonlar bo'ldi-ku. Shuga qarab, diqqatim tushib qoldi.
bir qancha inkaslarga. Ularning jiqi nima debdi desangiz, nima deb mushlar davomli ishlanmaydi. Karvan teatrini deydi. Karvan teatri shunda yaxshi bo'layotganda nima deb oxirini ishlamaydi. Endi nima deb burunqidek artistlarimiz hamkorlashib bir etotlarni ishlamaydi deb, amanda bir inkaslar bo'ladi ekan-ku. Shular diqqatimni tortib qoldi. Bu Karvan teatr klubini qurishdagi maqsad, men rejissyorlikni bitirib kelgandan oyog'i bir narsani his qildim-chu. Bizniki bo'lib Shinjongdagi har millat ommasiniki shu adabiyot san'at ishlarida yolg'iz kishilik cho'lponlar bek ko'proqga. Asli bu teatr bo'libmi? San'atniki masalan naqshchilik, kompozitor deganlarni yolg'iz ishlagan bo'lgan kasblar. Lekin bo'lib teatr kasbi, kinochilik degan bu bek nurg'un ish halqalari hamkorlashadigan bir kasbchi. Shuning biz nima uchun shunday ko'pchilik bir hamkorlashadigan ko'p aktyorlar birlashgan shunday bir guruh shaklda bir qurilib, bir ishlab baqmaymiz degan tavsiyani o'tirib qo'ygan ekan. Bir turkum bizning opera o'makni asos qilgan yosh aktyorlar menga ovoz qo'shib yig'ilgan ekan. Hamda bizning oshchaqda intan bir kasbiy jihatda intan yaxshi bir axloqni biz o'tirib qo'ygan shu chaqda. U sahnada hech qanday aktyorningki rolni kichik ko'rib chiqmaslikqa yo'l qo'yilmaydi. Hatto shiriyim asosli hamda kasbiy ixtiyor kuchli bo'lgan ekan, ko'proq asosli rollarni berdik, lekin shunaqa o'tib ketgan o'tkinchi bir rollarga chiqqan yerlari bor. Chiqdi. Har qanday artistnikida amal bilan tanishib maqtoq. Uningda hamda men asosli ijodiyatni men o'zim o'z ustimga oldim bu chaqda bizning qran vaqtlarimiz bo'lgan ekan. O'zim yozdim. O'zim rejissyorlik qildim. Shunday qilib rejissyorning roli va temadagilarga chiqibmi qo'ydim deganda bo'lib, endi ashchaqilda shuning uchun vaqtmi bo'ptiki, shuning zehnimizmi yetishgan. Keyin aniki 2-son, 3-son kelgandan keyin bu halqa ijodiyat manba jihatda qisilishga boshladik. Hamda men bir odamga hammasi yuklanib qilavergandan keyin u yetish bo'g'il bo'lmaydi ekan-chu. Uning ustiga karvonni biz birinchi sondan jihatiga 4 oy asosan uydan talaga chiqmadim desam bo'ldi. Shundaq ssenariyaning o'zini qayta o'zgartib, ashtab pishiqlab ishlab ashunaq qilgan. 2-songa kelganda boshqa aktorlarniki, masalan, Qarniyaz qatorliq aktorlarning asarlarini ishlatdik. 3-son kelgan vaqtida Tursunjon Letib Archin akamizning bir etotni kirdik degandek ashunaq bo'ldi. Lekin shu asosliq yana shu ijodiyat manba qisilchiligi. Bu hozir butun dunyo xarakterli ish-chu. Amaliyotda shu ishkiri o'lgiladimi, shu sahna asarlarining ijodiyati bir qavak bo'shliq bor. Yaxshi ijodiyat qilish. Shu ijodiyatni yetkazishga bu bir sabab. Ikkinchisi bizning maishimizda ham idorada asosliq bir idoraning vazifalarini o'rinlaydigan bir yoshga kelib qoldik. Shuning uchun ham madaniyat nazoratining o'rinlashtirish bo'yicha har bir o'makning yillik vazifasi bo'ldi. Tashviqot qilish vazifasi deganga o'xshash. Ashta vazifalarningki bir qadar cho'ngroq salmoqdagi ig'ir vazifalar ustimizga yuklanib qoldi. Shuning ham uning hodisidan yaxshi chiqmasak bo'lmaydi o'zimizning idoramizning ishi. Shuningga Mao Karvan teatriga o'xshash andaq sap ko'ngillichish tusidiki, andaq narsalarga vaqt toz yetishmay qoldi. Lekin bu gapni bak ko'p odam so'radi mendan-chu. Hozir sen so'rab o'tiribsan, mening ham shu orzuyimmi bor, cho'qim bu Karvan teatrini. Oxirlikin cho'qim chiqamda aka. Cho'qim chiqdi 3-soni va dehtomash billahi yuz ko'rishmagan. Ishlanib bo'lgan. Surat kelinib bo'lgan. 2016. 2016 surat kelinib bo'lgan. Taqatmidik. Nemish qanday? Bekor taqatmaymiz deb. Yo'q, bekor taqatmaymiz emas. Mablag' solgan shirkatning bolalari o'zining boshqa bir planlari bo'lib qoldi. Naq shu yillari plastinka shakldan Mavo bütün meyti to'rg'a olmishayotgan bir o'tkinchi davr bo'lib qilib, o bolalarimiz shunga diqqat qildi. Qanday shakl taqdim emas. Burunqidek karvanning birinchi ikkinchisiga o'xshash plastik shakl taqatsak, uning unumi toza yaxshi bo'lmaydi ekan. Hozir har xil taqtish usullari paydo bo'ldi deb shu o'ylashgan peti, ana ekan shu bosurib o bolalarimiz boshqa bir ishlarga kirishib ketibroq qoldi, lekin uni cho'qim taqdimiz. Hamda hozir bu yo'llarni xeyli kengri yechilib, xeyli bir pishib qoldi. Hozir bu to'g'ri taqtish usullari Sonra çok tamaş bilalar yüz görüşüdü. Oş yaqında. Pat arada. Rahmat aka, mayli qaqazga tezroq berishdi. Endi men yana bir narsani bilib boqqim kelyapti aka. Masalan, sizni shunchalik iqtidorli deb aytdik-ku. Endi bu ota-onangizdan ta'sirmi yoki bu Hamda bir oila tarbiyasi cho'qim muhim o'rin. Masalan, san'at sohasi jihati. San'at sohasi jihati desam, ota-onam faqat san'atkor emas mening. Mening dadam ki matematik Keni bitirib, Ma'rif nazorati ishlagan. Apam Abdumrayli xalq doktorxonasidan pensiyaga chiqqan. Birisi doktor, birisi ma'rifchi. Men bu san'atga qiziqib qilishimning negizim adabiyotniki deyman. Apam kichigimdan to'la cho'jaklarni aytib berib, kitob qamroq qilib qo'ygan. Kitobni ko'proq o'qiydim. O'qib keyin adabiyotga qiziqqandan keyin Markaziy teatr sho'yaniga o'quvchi qabul qildik dedi. Xabarni olib, imtihon berib o'tib, san'at bilan men haqiqiy san'at sho'yan kirgandek uchrashgan. Va hatto qanchalik darajada desa
Dutta tembir naq maydonda anglab baxmagan onun. Sizning yurtingiz ne? Ürümçi. Ürümçi. He. Sizning kichik vaqtingizdagi orzuyingizmi amaliyotda bu san'at sohasida xizmat qilish emas? Unda emas. Taki men shu markaz teatr shu yerga imtihon berdigan bo'g'icha doktor bo'lib men aytdim. Doktorluqim tushdi juma akasi. Burunqa navo kulkilaridagi bir doktor. Shuningga, shuni o'zim chiqib oldim boshlab. Va shu uningdan burunmi kitob ko'rsam, uni buni qilsam, asosan shu doktorlikqa munosabatli narsani jiq ko'rib, sinibdim asosan doktordim. Bunda qo'lni bir narsa kesib etgan bolalarni qonda tengish degan taraflarda tarbiyalashib bordim sinibdi. Shu hammiz doktor bo'ldi deydi men o'rta maktab savodoshlarim. Balaliq vaqtlaringiz azroq bir eslab bering, ha? Qaysi maktabdan o'qigan? Mening bolaligim boshlang'ich maktabda 20-boshlang'ich o'qigan, uchun doktorxona o'qildik. Ana keyin to'liqsiz to'liq o'tirni bir xil tajriba o'tirdi o'qigan. Mening dadam sal yosh tugab ketdi-ku. Men oliy maktab bitirgan yil tugab ketgan. Dadamlar Bejinda o'qiyotgan vaqtida Markaz teatri shu yana ikkinchi qarorda o'qigan Varis Islomkam, yo'lbosini o'rnagan. Shular Markaz teatri shu yerda o'qiyotgan vaqtga ular pek yaxshi tanishilgan og'aylar ekan. Keyin Variskam shu opera mehniga muavin o'mak boshlig'i bo'lib ishlayotgan mezgilda shu biz borgan shu qarorni qabul qilg'ili kep qoladi. Kelgandan keyin shuni bilan deyishib o'tirib, dadamga sening o'g'lingchi o'g'li bilan islomjon bilan biz kelgan saboqdash islomjon varis rejissor. Sen bag'iz baxmamsa degandan keyin shuni bilan menga degan shunaqa bir berib boqamsa deydi. Adabiyot o'zim amroq bo'lgandan keyin buni ustiga naqshi bak moda deyuchaqlar, naqshi etish. Ancha-muncha Qalaysiz? Yo'q, aytma deb o'ylaydim men. Hozir keyin bu rejissor bo'lgandan keyin o'chaqdagi naqsha emaskan men. Naqshi yutuzga o'xshaydi u yerda deb borayman. Berib qarsam, o'zim uchirishib baxmagan ajoyib burilish bo'lgan bir kasb uchirdim-da. Uchirdim, malaqa xuddi Yijanjungching degandek bu kasbni qattiq so'ydim. Bo'ldi, men bu kasbni cho'qim obdan qilma. Men bu kasbni bundan keyin hayotimdan tanlash qilma. O'zim yaxshi ko'rgan kasbga depli shu boshlab kirgan bu sho'g'o ket qara. Teatr rejissorligi bilan kino rejissorligini qanday farqi bor? Oy cho'ng farqi bor. Teatr rejissorligi bilan eng cho'ng farq texniklik farq. Endi kinoni davlat tilida bor, yishu bu chishu xavdaydi. Uni san'at degandan bakrak texnika degan afzal deydi. Chunki kinochilar hozir texnikaning taraqqiy qilishi bilan ham ko'ryapmiz, kovshanji shular, bu narsalar orqali o'ylay oladigan narsani suratga ko'rsatadigan keldi-ku. Bu texnik halqasi bak kuchlik. Uning ustiga bu yil suratga olingan kinoni 2 yil, 3 yildan keyin tomoshabinlar yuz ko'rishdi. Bu yana bir farqi. Uchinchi farqi ham aktyorlar qo'yilgan talab, ikkisida rol elishning intayin inchki farqi bor. Bu gapni desak pek gap uzrab ketadi. U pach suratga olindi. Teatrniki u qaytga olmaydi. Mishat bir boshlagan peti oxirida tugatkicha kekashlab qolganmiz, kekashlagan peti xato bo'lganmiz. Xato peti unutib qolgan peti ketadi. Shu mushlarga yo'l qo'yilmaydi. Mening qiyinlik darajasi anadimi yuqori. Unda bo'lsa biz shu gapini qildik-ku, biz karavanningki, anki va uningdan burun ishlagan itotlarni. Shu itotlarni o'ynayotgan vaqtlarimda buzilib ketib qolgan ahvollar bormi yo'qmi? Bundaq ahvol men tutgan rejissyorlik asarlarda bak oz. Chunki men reptista bak ching tutadigan, bak astoydil ochiq yomon rejissor. Men o'zimning saboqdoshlarim, hamkorlashullarimning ichidagi tangdoshlarim, do'stlarim, qurdoshlarimga yuz bermayman. Ular hamda har qanday boshqa sirtlardagi rejissorlar bilan hamkorlash bu qism vaqtga rioya qilish, ba'zida tekstlarni yotlab kelsa yotlamayroq kelib naq maydondaroq tayyorlik qilish degan ishlarni qila olasizmi? Meniki kelganda cho'qim men yuz bermay xohishtimiz juratda. Hayot juratni repetisiya 10 minut burun kelamiz. Tekstni yotla dedi kechda so'rovlarimizni tashlab cho'qim shu tekstimizni yotlab borsak, hayot qiynab ketadi. Deb o'tirib ana tayyorlik qildi. Shunga men repetisiya bak inchki tayyorlik qildim. Qayta kelgizma. Aktyorlarning masalan shu rol elishda odatda o'ziniki sahna so'zini to'liq yotlab bo'lib, sahna so'zini o'ylaydigan besimdan xoli bo'lgan vaqtida. Endi rejissor o'rinlashtirgan har bir harakat liniyasini to'liq o'ziga o'zlashtirib, o'ynayotgan vaqtida magipimdan keyin nim gipim bor deb qolib bo'linmaydigan, mayadan qayaga menga deb qolib bo'linmaydigan vaqtida eng rohat o'ynaydi. Bu chaqda rol elishning eng yuqori saviyasi shu chaqda chiqdi. Shuning uchun men mush narsani qo'g'lishib, repetist bakchang tutuydim. Shuningga mening ishlagan asarlarimdagi aktyorlarda asosan bak kekashlab ketadigan, gapini unutib qoladigan yoki xatolashib qoladigan ahvollar bak az yuz berdi. Lekin yo'q emas. Izimda yo'q mening. Birasini misol deb bering. Qiziqarli ishlarda. Qiziqarli ishlar, xopchilik ish chiqishim mumkin. Qiziqarli ish tomoshabinlarga deb. Masalan, uyda o'ynayotgan vaqtlarda ya bir ishtandan bir nimaga ilishib qoldigan, ya bir oyog'i tushib qoldigan. Bunda bir ishlar yo'qmi?
Unda ishning eng cho'ngidan birisi bor. Biz teatr shu o'qish bitgan yili o'qish bitirish asrimizga Farhod Shirin degan asarni qo'sh tilda o'ynab tayyorlab kelamizda. Biz Shinjon Gar millat ommasiga hamda doklad qilishimiz kerakmish da bir turkum o'quvchilar o'ynadik buni. Shunga hamda uni davlat tilida repis qilib bir nusxa tayyorladik. Andan keyin Uyg'ur tilida yana bir nusxa bor-da. Shunga bu ikki tilda o'ynaydigan artistlar o'xshash bizning sinfdagi shu ba yo'q 15 bola. O'ynatimiz, o'ynab xalq teatrida o'yin qo'ydik. Bir kuni Xansucha, bir kuni Uyg'urcha mang'adi. Ikkinchi maydonga kelgan vaqtida Uyg'urcha edi u kuni hamda. Tomoshabinlarni shundan qarab tanishib akirgan madaniyat nazorati. Uyg'urcha tilda o'ynaldi degan deb professorlar guruhi to'xtirish keldi. Ha, ma'qul deb. Birinchi parda Uyg'urcha minib qoldi. Men hep şunu birinci perde tükendiği ki ikinci perdede Ferhat tağdı tutsa şiirin izlep çıkıdığan bir yeri var değil mi? Şundarak isimde. Şunda gelgende bu şiirin rolunu Amine, Ferhat'ın rolunu İslamca oynatkan Amine çıkan pedle Ferhat'ı. Hazır sağız. Ferhat'ı da toğulğantı o İslamca'nın başını götürüp şiiliyen de bir perde toğulukla döyletildi başını gitmişti de aş. Şunla persk tamaşpılar neymiş yok tepki. Malımız yügrep çıktı. Neymiş kılıçmadı. Uyg'urcha boshlagan dramdan ikkinchi perde davlat tilida o'ynab ketdi. Deb ashula bir o'ynab etgan ki 3-perdani tatib yana yo'gab Uyg'urcha tushib oldik. Mening hamda esimda qolgan hamda cho'ngroq yantushi bo'ladi. Rasmiy bir hadis shu mana. Shu hadisning birisi bor. Rejissyorlikdan. Yo'q. Biz o'qish bitgan vaqtimizda. Sizlar hammalar lekin hammalar rolimiz. Men uni bir munajjim deydigan rolni olgan, osmon qarab yulduzlar qarab palachadigan o'rnini. Shu munajjimni o'ynaydim. Rahmat. Xo'sh aka, bir paranç tushunib oldik qon kasbiy jihatdagi ishlarnimi. Endi shu programmamizdagi muqim 8 savolga o'tib ketdik. Endi boshlanadi. Endi boshlanadi rasmiy muqaddima abayqa. Kela, voy. Jiddiylik kutma tugaydigan yer kelgan. Birinchisi, siz eng yaxshi ko'rmaydigan kasb qaysi? Men har qanday kasbni hurmatlaydi ekanman, o'ylab boqsam. Lekin eng yaxshi ko'rmaydigan masalan sizga qo'yib bersa qat'iylik qilmaydigan kasb. Mush bankada pul sanashmi kerak. O'xshash yuz ko'rmasa. Boshqami? Sanab tursiz degan sizdan emas ishlaringiz. Sanab yonchiq qilsam. Demek şu. Özgürüşçen bo'lmagan, muqimdilib ketgan bir xil xizmatlarni toza yaxshi ko'rmayman. Kunda o'xshash ishni qilgan. O'xshamaydigan bir xil hissiyotlar bo'lib tursa deb o'ylayapsizda. Uning ustiga insoniyatning taraqqiyotida mana shunday takror qilgan ishlarni tugun mashinalar ustiga oldi deydi. Chunki ras inson mos kelmaydi bunday xizmatlar. Men shunday qarayman. Kunda o'xshash ishni takror qiladigan bir ishlar bor. Shunday xizmatlar. Bank deb chaqchaq qilib, bank xizmatchilariga amroq men. Rahmat. İkincisiga o'tib ketdim. Siz bu yil qancha yosh? Kirdim. Xushga. Yetkim 50. 77-ninki men. 77-yil tug'ilgan. Unda siz bu Rimkam, Anvarkamlar bilan o'xshashmi? Bular Rim bilan Anvar menda 2 yaş cho'ng. 75-ninki ular. Men 6 yoshimda maktabga beribdi ota-onam. Shuningga men izchil saboqdoshlarimdan bir 2 yoshdan kichikroq turman, o'zim yo'qni vaqtim bilan. İkincisi, biz nurg'un rejissyorlarning qo'pol holatlarini bekchiq ko'rib ketdik-ku. Biz o'ylab qolamiz, shu rejissyorlar turmushda mashinadamidi debchi oilda. Undaq emas, rejissyorlarning qo'polligi emas, hamda bu rejissyorlik bir mas'uliyat degisi bu bek dunyodagi eng qiyin kasblar qatorida bor-ku rejissyorlik. Bek tez kasb. Buning tez nuqtalari hamda bu rejissyor mas'ul bo'ladigan ish halqalari bek ko'p. Birisinden bo'lmasa birisidan chataq chiqdi, birisidan masalan sizlar mush programmani ishlash uchun mana shuncha bola insonlarning vaqtini, suratga elish zalining vaqtini, bizga o'xshab chaqirib kelgan odamning vaqtini, operator bolalarning vaqtini, kirishtiruvchi unga deganlarning hammasining vaqtini bir ekilib, hamda bu kunda biraz og'rib qolmaslik kerak, hech kim zukamlamaslik kerak, biraz kechikmaslik kerak deganda shunga o'xshash rejissyor shuni hammani o'ylashadigan bir masala. Shuning uchun rejissyor terib ketadigan shu. Shuncha topilib astoydillik bilan butun odam damagan vaqtida kechalab o'tirib plan tuzab, har bir ish halqasini surishtirib, uni ish topshirib, qaytib kelgan vaqtida chiqmaslik tegishlik, to'van darajalik bir xatoliklarni ko'rgan vaqtida rejissyor rasmiy terikib qoladi ekan. Nemish qilish istasa, u deb terikdigini shu. Amaliyot rejissyorlar normal odam, tez so'g'ashqa kesib, yaxshi chiqsin deb ashta qildi, lekin menmi odatda aktyorlar bilan hamkorlashgan vaqtimda asosan rag'batni asos qilaman. Rag'batlantirib, qilolmayotgan bo'lsa-mu, yaxshi bo'layotidini boshda deb, oqidan yerni mandara qilsang olti degan asos qilaman. Lekin men gaplarni anglab ko'zimga issiq yosh keldi juma.
Mening derdim bor Juma. Bilasizmi? Men bir rejissyorkanman o'ylab qoldim. Olsun, seni ben bir ziyorat qilib olay juda. Og'ir tortyapsan. Men bunda o'ylab baxtim shu mema qilib qo'yotgan ishlar shu ekan. Shu sınıf qilayotgan rejissyorlik shuningga haliqi yana bir yechinishlik kerak bu ishninki hozir sen o'tirsa. Bu rejissyorninki hamda shu kasbdoshlarim ko'rsim kulib ketadi vaqtchan. Masal chiqsa hammasi rejissyorning oldu. Natija parchalanib ketadi-chu. Oyoqda aktyorlar o'tirib, men bu obrazni yaratganda. Sen laylik gap bu degan, men buni o'ylagan vaqtim mundaq bir cho'nqurliq igizlik deb o'zildi. Agar masal chiqib qolsa, aktyordan so'rasang, "Oy, rejissyor shunday qildi-ku." deb o'tirdi. Senniki men olaysiz yaxshi bo'libdi, o'sha rejissyormush deb bitgan. Bak bitkar kesib bu rejissyorlar. Rast. Şuna bizim bu saatliklerin işçide bek hürmetleydiğini şu. Kelak üstümüzge hem mesuliyetini alımız, çak kılıştık, japalık lekin şereflik bir hizmet. Hem de şimdi öz üstümüzge elip, nurgun sahnenin aldıdaki, muş kesipdeki yoldaşlarını tamaşbillahi tunuşturup, uların özündeki rolunu yaxşı cari kıldırdığına hizmet kılımız hem de. Muş fırsatda barlıq rejissyorlarga muş programma namıdan bir hürmetimizi bildir olayla ya. Japa keşkanlar. Ondan sonra keyingisi 5-si deydi Rimqan ve Enver Ablis qatarlıq çolpanlarımız bilen sizden münasibetiniz dostluk münasibetide şuna koy. Asasen şundak Juma. Asasen dostluk koy. Sizler birlikte utuq qazanğan hesaplanısızlar. Sizce aranlarda qaysınlar kasbi jihatda eng utuq qazanğan hesaplandı? Bu ikkisi mening hem qardoshim hem yaqin og'ilarim. Bu ishqa mandaqchu. Kasbi jihatda shaxsan bu bolalarni mana o'sha o'ylaydi deb o'ylayman. Bak utuq qozongan deb o'ylab ketmaymiz o'zimizni. Shaxsan men shu hozirgacha utuq qozongan demayman. Bir rejissyorga qo'yilgan talab bo'yicha xizmatimni mas'uliyatchanlik bilan qilib bugungi kun kelyapman. Utuq qozonib yoki bir dunyoviy mukofotga erishib baxmadiq. Yoki rostlaylik jamiyatga zo'r darajada ta'sir qo'zg'ab jamiyat buruluş hosil qilgandek bir ishlarni yo qilmadik yo insoniyatning jiddiy taraqqiy qilib ketishiga sabab çok qolmadik. Faqat o'zimizning xizmatimizni yaxshi qilganimiz uchun xalqimiz bizga mushunchalik o'rinni beryapti. Nimalarga ham qoyilomdan bu gapni-ku. Sizlar amaliyotda uchonlar tan utuq qozongan hisoblansizlar amaliyotda. Boshqalarning nazarida ko'rinmalarning nuqtasida aytgan vaqtda-ku. Hamda uchonlarni mundaq VS deymiz-ku munda. Şu gap savatı da mı? Sen küçük oldun kasal yama. Yolmaz yamamışım var. Bu manda gap bu. Sen benim oldumga bir taks polo, bir taks lagman, bir taks mifenni qo'yib qo'yib, ma uchdan qas o'xshabdi olsang men nima deyman? Polo gamroq olsam polo o'xshabdi deyman. Lagman gamroq olsam lagman o'xshabdi deyman, mifen gamroq olsam mifen o'xshabdi deyman. Qaysi gamroq? Şuna her birisinin özününki özgüçlük çok amaçına kalaylığı var. Mesela Riyim'ninki o'rnini Enver Ablis menga basamaydi. Enver Ablisning rolini Riyim menga basamaydi. U ikkisi mening o'rnimni basamaydi, men bularning o'rnini basamayman. Hammamiz o'zimizniki o'rnimizda eng yaxshi. Rahmat. Unda bo'lsa keyingisi aka, siz hozirgacha qancha filmga va qancha epizodga va qancha dramaga rejissyorlik qilib baxtingiz bilan sanab baxtingizmi? Men epizodimninki rejissyorligini sansam 200 dan eshib qolamdiki, epizodlarimning rejissyorligida hamda o'zim yozg'inim mikro teatr epizod bo'lib yozganlarim 40 dan oshdi. Çoğun eserlerden drama qatarlıq eserlerden bir 7-8 ga baramo. Çoğun jıq. Mesela bultur işlegen Anargülü eçilganda qatarlıq hazırmış tutuyatqan şou jarayandaydigan chegara qo'g'dug'ichi uning oldida To'xtaqunning hikoyasi deydigan bir drama bor. Kinodan ham bir kinoga rejissyorlik qildim. Nisaxon deydigan. Nisaxonning kinosi. Lekin televiziya programmalaridan she'rin tush qatorliq programmalarga rejissyorligim qatnashdim. Keyin televiziya stansiyasiga hamkorlashuvchi rejissyorlar bilan tangma ishildik degandek. Do'st, buningdan keyingi planingiz-chi aka? Mening buningdan keyingi planim hozir mundaq. Mening o'zimning o'ylig'imda hozir taraqqiy qilayotgan tomoshabinlarimiz diqqatini og'dirayotgan programmachilik sohasida hozir sal programmalarning soni ko'payib qoldi endi. Biz ashta qoldirashlar ko'payib ketib qolamiz ba'zida. Shu sal bir joyga tushgan vaqtida yaxshi bir biz o'zimizning kasbiga tushadigan kasbiy programmada xarakterdagi kasbiy programmadan birini ro'yobga chiqarsak, shunday bir ish bo'lsa deb o'ylayman. Ondan yana men o'zimning shu ekran san'at da yana tirishib baqqan bor. Yana bir kino ishlash xiyolim bor endi. Chaqqa ishlang aka. Xo'sh aka, unda keyingisi.
Siz rejissor bo'lish sifatingiz bilan hozir ishlanayotgan Etot va boshqa ijodiy filmlarga qanday baho berasiz? Bu gapga rost gap qilaymi? Rost gap Rost deydi ya vallahi. Mundaqchu bu ish. Bu qizg'inlik hurmat qilma. Lekin shu kasbiy nuqtadan kasbiy axloqi bor bir turkum bolalarni men ko'rdim. Mishadagi yana bir qisılchilik shu asarniki birinchi ijodiy kitob. Nurg'un masala shundan chiqadi. Bir rayonninki adabiyoti taraqqiy qilmay turib, bu kasbning pallasiga chiqib bo'lmaydi. Ba'zida iqtisodga atimiz, ba'zida buningga bana sahib atimiz. Amaliyotda bu san'atga men faqat komediya deb qaramayman. Hatto shu ko'ngil ichi sohasi degan fikrim bor meniki. Bizning sohani-chu. Meningcha bu rasmiy bir adabiyot, falsafiy fikrlar o'tirib qo'yilgan bir soha bo'lishi kerak. Xalqaro ishkir o'lkalarda mushu yerga ketib bordi. Shunda bo'yatdi. Shuningga hamda bizningki mushu ishlayotgan ijodiyatchilarimiz o'zining bilim qurilmasini cho'qqim mollashtirsa, toz cho'nqirlashtirsa yaxshi bo'ladi. Amaliyot odatda bir hikoyani ba'zida to'g'ri bayon qilinmaydigan asarlarni ko'rib qolaman. Ham yaxshi chiqayotganlarim bordi. Sabab natija deymiz-ku hamda. Masalan, men chaqag'ini uchun men keldim degandek, mashina tuyuqsiz gap qolgan qilib ishlab mashina degandek xato ishlaydi ba'zi narsalarni. Shuning uchun hamda yaxshi ishlanayotgan bir turkum asarlar bor, ham qiziqib kirayotgan yosh bolalarmi bor. Ugunishini to'xtatmaslik kerak. Bu hozir kitob o'qiydigan odamdan bu bizning kasbimizni ko'radigan odamlar intayin ko'p. Biz mujtamash bilanga mas'ul bo'lishimiz kerak. Unda olsa oxirqisiga aka, oxirqisi 8-si nima deganda naq maydonda tayyorliqsiz holatda o'zingiz rejissorlik qilib, o'zingiz qisqa Etot o'ynab bersiz. Men o'ynab berma. Biz masaj beramiz. Shunaqa qilaylar. To'tdim birini men repetitsiya qilsizlarga. Sizlar o'ynanglar. Lekin orliq siz cho'qim rol olasiz. Men cho'qimash deb uzib turmashada, deb ishlab turmiz ishni. Abay sen afkamni qilmada qilimiz deb qayt kelding-ku. Shuni kelamdi. Lekin siz chiqsiz juma aka. Men chiqmay turishim kerakmi? Mayli. Ekran bordim shada. Şoldan geldi. Yana. Benim amal ya avaz atış bulanmadık, ya nakçı bulanmadık. Rast kaqsam men zerikdim, men vaz kechdim. Ay vaz kechmagin. Juratkom artistlar aytib, cho'qim artist bo'lalaymiz ya. Juratkom deb yuqori rejissorning oldiganda. Endi qo'rqaysa, boshqa vaqtlar qo'ymayman. Shunda qilib degansa, kash men tortib kirib, bo'ldi qilib. Mencha ol kelsak ela. Men gap qilmayman juma, davosida o'zing gap qila. O'zing gap qilmay, gap qilmayman. Tak. Kiring. Voy, Allah'ın yaxshi oldan bilaman. O'tir. Voy, oldan turibsiz aka. Yaxshi. Jam yaxshidinglar. Qanday turibsiz? Yaxshi. Abay deganlar ne degini gap birisini izlab kirganmi? Voy ya aka siz izlab kirgan. Men izlab kirgan. Tanlashib qatnashgan. Shu qorsam da artistak bo'larkan. Bilyapsiz aka. Shu nima talantinglar bor? Shu rol elishda, rol degani titaytimizdan aka. Filmlarimiz ne be? Yuqur seviyeler götürüşecekmiş. Devletler koyulup gitmişler. Onlar bakmıyor dep kaldık aka. O şunda rol elişin titaytiz adam muşuncu ketkiş nerede kaldı ya? Nerede? Acaba bulmay kemizsiz şurada. Ya sen düşündüremedin. Men gaqimagacha. Juratkom manda gapcha. O'zingizdan xabari bor. Siz bizni tonimaysiz. O'zingizdan xabari bor. Ya bu ishdan xabarim bor. Siz taniymiz. O'zingizdan xabari bor. Etotlarni chiqargansiz. Voy, rost. Xabarim bor bu ishdan mazrak anglagan. Xabari bor, biz ko'rgan bularni. Xabari bor aka. Endi biz ishxona kelishda o'tirib chiqadigan qildi kirmadik-ku, ish bor-ku bu yerda. Endi o'zingizdan xabari bor aka. Artistlik degan bu kasb nihoyat qiyin bir kasb. Ha? Qiyin bir kasb. Gapninki postkalasini qilmasang terikib qolganimdan xabaring bormi? Var rejissor şansı kirganda yig'inchaq kesiblik jang'id gap tegadigan yerini demasang ukam. Gapni o'chiga aka. Bek qalaymi qolgan ichkidan bo'yindan xabari bor mana. Biz yomon artistlar-ku amaliyotda nurg'un odam bayqayanmagan bir angushtar desak bo'ladi mana. Güher. Sen menda desang, endi rasul sal ishlayapman. Bayqalmagansiz. Bayqalmagancha. Bu xalqlar nemish qilyapti deyman. Biz qilyapmiz o'zimizga kuchli bir ishlarni. Jamiyatda mavqil nom chiqadi hozir. Biz qazidira adam yo'q-ku, biz
Kimning qolgan odamlar. Ya məldikilərin hamısı tanıydı bizni hazır. Məl tunamdı bolmasa, Məldə hamısı tun- boldu. Aşta bara məldə tunulub, məldin ətrafdakı məhəllələrə tunulub, onun da şəhərlərə tunulub, mana buldu adətdə. Ha, mana axır bir düşündük ham. Of. Şu şəhərə tonulduğu yerə keldik-də aka. Məldə çıxdılar. Məldən çıxdıq, aşağı gəldik hazır. Bugünün işi şəhərə ciddi tunulub etmək üçün. Yaman ciddi. Maşallah, bu to'g'ri kelibdi. Shuningga bir rol var deb dikansiz. Shuningga ma ishkaylan sizga bir fursat beraylik. Juratdan uzundan beri ma bu sana asosida japa chekdi. Nurg'un artistlarni o'ynatib boqdi. Bu Nurg'un sahnaga chiqqan vaqtingiz qoqshaysiz-ku. Ila kim bala, ila Rim qanmi, Rimgami? Bu yomon qoqshaysiz-ku, qonlashtiramadi. Qilolma. Biz qilalaydiqcha bizning ko'gichilar Qoqshatmaydiganlar. Qoqshatmaydiganlar. Sizlar mening g'imimga 5-sinig'il kelibsizlar. Rahmat. Aqlli odam degan boshqa so'z. Hamsi azroq bir rol ilishingni bir ko'rpa qilaman. Chiqroq olaylik. Jiqroqlar ma'qul bo'lsa. Qanday rol olsizlar? Diginimiz alimiz, diginimizda qanday rollar bor. Anda bo'lsa, qaranglar, naqmish ikkinglarning yeshidiki ikkinglarning mushtaq turqidan tortib tushadigan bir kichik bir maydon ko'rinishi bor ma'quldim so'rayotgan baxchiga. U maydon ko'rinishida kino. Shu ishlanadi-da, endi agar shu g'albilik o'ssanglar, aytadigan suratga kelishga o'rlashtirsak bo'ladi. Voy, issil mana, challaq. To'xtab tura. Necha pul berdi unga? Men toza tanıyamadım sizlar, məhəldən ciddi tonulub çıxıb dikənsizlər. Sizlərlə bir məhəlləməz oxşayım əvvəldən qaraganda. Ya, sizdən əgər həm də ətrafdakilər tonub qalsa azraq birim berdi, bunu sən verirsən şu azraq. Aka, mazaqımda bizga aş yataqda maq yeydigan tamaq vosilib bo'ladi, qolgan ishlarni o'ylashmaymiz. Afkam sal mana ish ko'rgan afkamga. Manikini sen berib yeta bo'lmasa. Ash qolgan bir nima ekan. Tamoq qilamay, tamoq deydigan ekan bu. Ma rolni yapaqansizlar. Sizdan keyin yana artistlar kelayotgan hozir. Hozir ishni tuydi. Ha birdan tutdusan ala, ha. Ha, mandaq, buning uchun tutsa chiqmamsa. Do'yoq deb qolgan bo'lgan. Maningda mandaq ishkinglar tushadigan bir ikki og'ini bor. Bular Pungyo bor. Bu ikki og'ina ash bir dapanjixonga kirib, sal tozaligi yaxshi emas dapanjixonda qattiq ochiq bir dapanjiyda bizning mahallimizga shuka. Naqash o'g'ringiz yo'q ishida. Yo'q. Bormi yo? Yo'q, bavqa suv emas. Mani o'g'ringiz yo'q bir. Ya'ni yeb qo'sqa og'rib ketgan bu ikkisiniki. Yomon og'rigan o'tganda ishlar. Qo'sqa og'rib ketib, shuning bilan ikkisi o'g'rini izlab qoldi ekan. Oyoq jugasi yo'q, mayoq jugasi yo'q. Ondan qarshi bir shu WC nan deydigan bir xat tug'an bir yani ko'rib. Shundoq ishni ichib qarasa, nan degani yoqib shimol tarafdagi nan ol. Har kishi nan desam. Bu xirqining birisi bor, nan. O'g'rini sen boshda ko'rjuma, men xato kirib olgan joyga kirdim. Qoshning kiray deb qarasa, birlik ishlik o'g'rini chiqib qoladi ekan. Voh. Hem şunu hem de ikkisidan qasimiz kirimiz deb kichikkin talash tortish qilishib, bo'pti deb ikkinglardan birisini yengdi ekansizlar. Oqidan shuni bilan kiray deb shundoq qarshi ishik ichidan taqaq. Ishlayotgan kenda ichida birisi. Bu ikkisining qo'sqidiga og'rib ketayotgan, ashad, oyoqim mengib degan to'lg'inib ketayotgan, heliq ichidikisi o'tirib, do'yin o'ynaydi ekan. Mushi jarayonni bir iliqqa suratga baqsaq, boshlaydigan vaqtimizda shu mushlar dapanji yeb qo'ygan yerlarni olmaymiz ham. Tamoqni yeb qo'ymish, o'g'rini topqanli ya. Aka sizni bunda cho'ng bir rejissor desam, nada tayini dapanji yegandan boshlasak, haqiqiy chin ma. Yo'q, qanday yerdan boshlaymiz, suratga qo'yish dapanjidan boshlaymiz. Bo'ldi. Aka beraymi dapanji kichkina o'tirib tursan, bittida. Qopa, mazı o isat kirib bo'ldi mazı. Ha, mana. Qo'sqa og'rish boshlatanda. Raus og'risunjimi, ras og'rig'ini ko'rishim kerakman. Ma'qul. O'yna baqila. Boshlaymiz, diqqat ha. Maqarma hamda, oldin qara ekronga. 3, 2, 1, boshlandi. Nim bo'ldi? O hojatxona. Bir pasat og'ib ketdi. Bo'lmadim avo. To'xtanglar. Bo'lmadimi? Sizlar qanchalik orliqdan keldinglar? 500 metr kela. 500 metr ishda ostdan olsam 3 kun ketdi. Qo'sqa og'irdimi, og'irmadimi? Og'irdi, yugurib. Ha, qaytib kelalamsan. Bu yugasak, lekin chiqqanmamdi deyman. Tutuvalding o'zing bir obdan. Oshpet tutmang. Sizlar yaxshilik qilasiz. Sizlar bo'lma tirisha. Ha, 3, 2, 1, boshlandi. Ha, bo'ldi. Kim başta?
Uyu oynadı da şimdi. Ya kay. Ya çıkar ya. Ya çıkar koy. Kanlaşma. Ben doyun oynap geçtim bak. Adaş. Ya to'xta. Tiyan. To'xta. Qaytib kelmam men. Ben sonra esildim ben. Bu shunda olganda bu qaysi pes ya? Bunda bo'lganda bu kuzpaslik qilsa qulamga buni. Seninchi qaysi pes ya? Menen qaysi bo'z bo'laveradi juva. Bo'laveradigan pesli yo'q. To'qim bir pesli bekitish kerak. Kuz bo'lsam. Chapan kiydi qanday? Chapan kiydi. Kuz olsun ha. Shamol bormi yo'qmi? Bo'lmasin-ku abalchilikka. Bo'pti. Shamol ham mayli. Anda o'sma ikkingizlar qandoq emaslar? Kichigingizdan birga o'ynab cho'ng bo'lganmi, xizmatdoshmi yoki birsi-birsiga pul berib turib ololmaganmi? Qandoq adam ikkingizlarda? Nongmingma. Ishimiz kichigimizni zakagina. Zakagina. Zakag'inlamda. Zakagin bular bo'lmasa talishib qoldi. Ben mayli. Ma obrazlar munosabatiga diqqat qilinglar. Ikkingiz zakagina nima deysanglar, hamma gapni deyishalayotgansizlar. Shunga bakkilik bir-biringlarga takalluf qilib ketmay, valaq-valaq o'ynaymiz jumat. Diqqat 3 2 1 boshlandi. Voy, jinim ag'ina men. Adda jinim. Allah, Musa paysat ağrıp ketdi. ben başka işte o cennet bu. Vay kire. Ya qaysi? Ya çıkaya. Ya bu adam var mı yok mu doyun içinde? oynatımda işte bu. Ya to'xta. Sen unda ko'rsan ko'rib qolmabsan. Ko'rma, bo'lmaydi. Ekran tursa bu. Da ingishma. Qo'sa qandoq og'riydi? Og'rib yiqillar. Turpaqa muqim, sen turpaqa muqim. Men qisilib qol. Ya sening hozir qo'sning og'rimidi seni? Sen boshqa bir ish turibsan. Mana sen qo'sa og'rib o'xshaydi. Ya men gimro yo'q. Ya sening gimroying var. Tajendiklar. Hem mağazetim hem de to'liq ishchidikisi chiqqandan keyin kim boshqargan bo'ldi? Men kiraman. Sen boshqarsan tenivol juma sening gimroying bo'lsa aldirab qoldi. Ha? A gimroy bapeti kirmish. Ha shu gimroy bapeti bo'ldi. Yo'q qo'ymaymiz. Qo'ymaydigan bo'lma, gipidan yenib oldi ham. 1 boshlandi. Ha. Oy bak qo'saq og'rib ketdi. Vallahi tallam o'g'irni olmay. Chiqmaydi qo'ya chiqaya. Men boshqa. Adaş, men mehman qilganka men kirim boshdan. Keşke cennet bu. Bak qilmay ish. Voy meka bak. Meka qilamiz. Nechidan? Bir. Bir dillam ha? Bir dillam. 3 2 1. O'ta. To'xta. 3 voy voy. Men mehman qildi bekam. Men mehman qildim. Shidamas. Ha, ishkima. Yani bir su var ama 5'te 3. Çıkanı çıktı da aldırtınlar çıktı ne? Çıkmam sen bak. Aldırtınlar de. Ha, ben nimanda. Ha, mana. To'xta. 5. To'xta. Biz qanday to'q? Ya, valde. Oğa valde koyundan. Ekler kulağın. Rast çıkınlı gümülüp kaptı kendisiyle. Rast gümülüp kaptı. Rast. Acayip okşattın. Bundaki gemroyun rolu var seninki. Cuma. Ma, kile. Hemen oturma ola. Man yakşı Onda oldu. basa. Ne? Oğrım. Şunda geldi. Yaraydı açlan bak Ecman. Manda Ajratga açıyorsa. andas qayskina o aslinima. Meşgullersiz. Bu konuda bu işkinlarning vaqaligi hem de rastga qilmasa olmaydi hem de abaynim qilgan hem de surat yelinmaydi hem de. Bu kinoda sizning yana bir og'ayninglar shu haqida deb berdi. Kanka teppege 2 aylıkni biz bu yerda o'ynab ketdi. O'yindinglar ham shunga ko'rib baqdim. Şöyle bir hürmetim battı Ajratga ama adam çamısın zaman deme. Ya sizlarning gipinglar oldu. Qanday gapimiz oldu? Ismolarni deb bersizlar, işte dedi ikki og'aynimiz mushtamishda bo'pti, yana birisi deb berdi, ikki oy yana bizga teliqib qoldik kuni. Ma ekran chiqmamdiq be. Yo'q, shu Ismoil chiqdi. Lekin shaharga to'nilib ketdilar. Sal ishib ketdimi ya? Yo'q, shunda joydi-ku. Sal ishib ketdimi? Qanday? Sal ishib ketdi. Ufkam ishqinglar uramsizlar ya adamlar. Ya aka desa, opa qilmay aka. Kino bada kirdik biz. Ma yomon ishtiyoq bor bizda. Ma o't mejaga kelishga bizni majburlagan. Ya bu xalqdan oldiga kelish osonmi? Jo'shqinkonnikidan boshlagan biz. Jo'shqinkonnikiga berib riyosatchi bo'ldi dedik. Qanday qildi Jo'shqin shuni o'ylandi? Anda haqorat kuchrab bakmagan. Bu haqorat emas, bu degan rasmiy bizning imtihon elish shaklimiz shunday bo'ldi. Lekin men bu o'birnini oldi, sil qo'sqinlar og'ir ketdi dedim, ukam gemroyni o'zim qo'shib oldi.
Men sizga gibroid Jushqun kammo bunda haqoratlimagan bizni. qanday qanday Jushqun? Texim tirishon degan. Jushqunning gibini anglanglar siz. Anladiki Mevlut'dan şansıga bağımız radyoga. Yo Jushqunning endi ishlab qolmabsizlar. Yo Mevlut endi radioda ishlamabsizlar. Şunun bilan şu beş. Şunun bilan Juratkanning shansi kelsanglar o'xshash taqdir Oydami? Riyasetçi buladigan arzu armanlarımızdan biz bırak vazgeçip hazır. Aşı ovoz artisti oson kelmizmi? Chiroyimiz bitaz yarmay qolgan bo'lsa, ovozimiz chiqsa, mayli qo'y, ashunda bir pul tepib bir jinimizni jaqib ketsak deb, ovoz artistlik Farida Rashida adamnikiga borgan. Borsak, u odamni zongli qilib berdi. Ash cho'nglarning gibini anglanglar juma. Ashlar yaxshi deb to'qira. Agar zod aktyor bo'lamiz desang, men sizdan bir savol so'rayman. Mush aktyor bo'lma deydigan odam hozirlashga tegishli bir 3 tal shart bor. Shu nima shart bilasizlar? Naqsh etish, usul o'ynash, rol ilash. Sebebi? Menimcha pul bo'lish, chiroyi bo'lish, o'zi bo'lish. Tushunish iqtidori bo'lish. Shunimi? Tafakkur qilish iqtidori bo'lish. Tafakkur qilmish. Ifodalash iqtidori bo'lish. ifodalash. Mana narsa bor. Sizda hozir nima kam bo'lib qoldi? Tushunish, birinchidan tushunish deydi. Men seni tushunamdan tushunmamdan. Birisi obdan tushunish emas, biz zakag'in tusak. Chiqish tafakkurmi? Tafakkur. Men sen so'g'irliq bunda tafakkur qilib ba'zan narsan so'rayman-ku sendan. Shundaq-ku. Baba, hozirlab bo'ldik. Uchinchisi nima? Ifodalash. Ifodalash. Men o'ylaganlarimni sana ifodalab beraman-da. Ama gapni yaxshi aytibsa, lekin toz tushunmabsa. Tushunish iqtidori bo'lsa hozir ishkingda Juratkanning nima qilmoqchi bo'lganini to'liq tushundinglar. Tafakkur qilish iqtidori bo'lsanglar, keyingi qadamni tafakkur qilib, shuningga tayyor bo'ldinglar. Ifodalash iqtidoringiz bo'lsa, darhol ishkingni salomni obdan berib ketsanglar bo'ldi. Mushnas kamka, mushni obdan o'ylashinglar ishkingni qayta. Ikkisi kam bo'lib qolibdi juma biz. Boshda tushunish degan narsa toz tushunmabdi odamni. Ahmaq qilganligimni tushunmabdi. Ikkinchi tafakkur degan obaytiq bizni o'ynatgan vaqtda, bizni ahmaq qilib deydigan tafakkur bo'lmay qolibdi bizda. Mana sen yaqinlashyapsan. Ikkinchisi nima? Ifodalash. Ifodalash. Qanday ifodalash ko'nglimda? Bizni ifodalamayapmiz shundaqmi? Yo'q, unda qilsam. Rahmat aka, rahmat. Yaxshi. Oxirini qanday bo'lib ketganligini ekran oldida ko'rmalar tasavvur qilyapsiz. Asosan tasavvur qilyapsiz bo'ldim. Uni oxirini o'ynasaqcha taqchiqida. Yaxshi aktyor kelsin jumlash qilsa. Rahmat aka. Yo, abay sizlar shu rasmiy o'qish devatdinglar. Asli shu rejissor o'qishdan bo'lgan vaqtda so'zlaydi-ku. Men shuni zo'labroq qayt kelgizib o'tdim, sizlar rasmiy pishib ketibsiz jumlash. Kino ishlamdi qiyafchayli bo'ldi. Tamoqni jiqyap ketdi. Asli shu yerda ketib qoldik-da, biz qilolmay jiliqsa qoldik. Qilolmasam ham sababini topolsam qattiq o'xshab ketib bordi. Ofqam teximi mollashtirib texi kasallarni qo'shib etdi arliqda. Tayin tafsilida tafakkur. Sonra hem de şu ahmakqa rejissor aylanib oldim. Buni qabul qilsam keyin qanday qilsizlar deb. Kimni o'z Juratkanning kinosi to'satib turib elib ziyorat qilganlar. Keyin ish qilolmay qolganlar. Lekin rahmat Juma aka, mushta yaxshi moslash paydalar. Rahmat. Biz yaxshi moslashlar. Yaxshi moslashlar asli. Rahmat aka, rahmat. Unda bo'lsa bu programmamizdagi muqim so'riladigan savollari 8 savollar oxirlashib bo'ldi emasmi aka? Endi izchil davom etayotgan shu ta'tir savol bosqichida bir bosqich bor-ku. Bilmayman bu bosqichni. Men yo'q deb javob berdim. Yo'q deb javob berdim. Boshlab ketamiz aka. Birinchisi, siz boshqa rejissorlar bilan chiqisha olamsiz? Yo'q. Oldu çıkışıp da fotoğraf gösterdim. Ondan ikkinchisi, xizmatingiz va oilangiz ikkidan faqat birini tanlash to'g'ri kelsa, qaysini tanlaysiz? Xizmatim ne? Oilangizni. Ondan sonra uchinchisi, siz uxlaganda xo'rak tatamsiz. Yo'qmi? Uxlamayman juma, uxlagan vaqtim. O'ylab boqsam, uxlagan vaqtim ko'rib boqmabdim. Ma'qul. To'rtinchisi, siz o'zingiz rejissorlikqa e'tiborlarni yaxshi ko'ramsiz? Yo'q. Rahmat. O'zingni amgiking singandikan va ko'rib ketmayman. Bak uzun vaqt o'tgan narsalarni ko'rsam, o'sha vaqtdagi aslimalar bilan bilib bo'lib ketadi emasmi? Siz o'sha uzun vaqt o'tgandan keyin ko'rib, qilinmabdimi, mani deb qolgan vaqtlar bormi? Baba. Asli mandaq qistim yaxshi bo'lgan deb. Ilg'i yixandi shu deganni ko'pincha pushaymonsan deb avvalda asli afsuslik san degan gap. Har qancha shundoq yaxshi qilyaptim desimi, bir yerlari zor yetmay qoladi-ku. Tomoshabinlarga uchrashib bo'lgan ekan, men mandaq qilayotgan bo'lsam texim yaxshi bo'lgan to'xtaydigan roman chiqdi. Rahmat aka, rahmat. Unda bo'lsa aka savol so'roq bosqichi tugadi.
Biroq tugidi. Endi o'yin o'ynaydigan bosqich keldi. Voy boyun oyoq o'yinimiz yo'q ya. Nima o'ynaymiz? O'tirib o'ynaydigan o'yinlardan, ijodiy o'yinlarimizdan so'z tepish o'yinini o'ynaymiz. Hali quloqqa arjita qapma. Men birini topolmasman. Ya siz kitobni juq o'qing. Yo, men seni aktyorlik, men rol ilishini qarab turib o'ylab chataq qilaman-ku, og'zing qaramay. Hodisa chataq chiqib qoldi. Mandarak qisopdi kedi, so'zi tepdi. Mandarak demamdi bag'ab deb o'ylab. Undan skapa qamdi. Keldi. Sholban keldi. Birinchisi, razvedchik. Yochivak? Razvedchik. Yoshviz? Razvedchik. Yaxshimisiz? 5, 4, 3, razvedchik. Qoldir. Unda bo'lsa ikkinchisi, Ha. TTV. Og'zi dal qildi-ku. Tushbog'im-tu-ku. TTV. Sesdimi? 1 2 3. TTV. Viviska? TTV. Chit-chit-chile deysan. Og'zi bildirmaydigan gap deb qopti-ku. TTV. Ya bu qalbini tegmandami da bir-biriga? Og'zi chiqib. T. Nivota? Ay oxirgi bir qitim, TTV. CCTV? CCTV deb lag'layapman men hozir. CCTV. TVC. VTC. Qavdi. O'takatga uchinchisi, Ha. ABC. ABC. Harbiyla? Elbek? ABC. ABC? Bir tapdimi? To'g'rimi? An to'rtinchisi, Ha. VCD. VCD. Marbiya. Marbiya? Acaba? Botulka. Botulka. Sistema. Qilma. Ha. Sistema. Sistema. Oy bak. Ya ne koyuyorsa müzika. Bak üçüncüsü ya. Tungdençi. Nurali. Ha, ebes. Nurali. Tungdençi. Nima? Tungdençi. 100 yaşlık. Ondan sen neyle? 100 yaşlık. Tungdençi. Güzellik. Güzellik mi? Beş ya. Dört. Nima yan bir qitim. Üç. Tungdençi. Küzetçi. Tungdençi. Tapamadı. Küllemçi. Açık su. Açık. Açık su. Hadi bak. Açık su. Bak bu işin eylek ya var. Gramma. Yapma. Ya asasen. Yaptırıp görsen buldum. Gramma. Lalma. Dramma. Doppa. Dramma. Abba. Suyam dedim bana neyle. Abba. Dramma. 5. Yapma. Evet. Camba. 3. Dramma. 2. Dramma. Drama. Ben birinin tapamaz menki dep oylagan. Hakikat bezim yok tek tulgan aşık şu. Bir numara. Aldığın sallar kögen bu aşılıkı ma levleşken tavuşlarla levleşmegen tavuşlarla levleşidigan mı levleşmeyen qıp sözlep şu bu. Ağzın tek küzdüğü yegin tek küzgülü unumay. Sen reyn kaldın mı ya? Güvenlik etkileri teyze oyundık ha. Yaxşı pez oldu ya. Ondan uftadın azamda bir çıkıp veremsiz. Gitay. Bu uftağık boldu ya ütket ki sazga. Burali ufte çolak kırdı be gelmişsin ola. Boldu ya sakın. Sen bile bir görüşür şıfı. Kulakka arcı takıp söz tepişti ben şagirt oldum buraya. Kiksi gütüle. Jopatat futdan büjdim qıpıran ben. Jopatat futtadım fkan ben bu. Jopatat tattık bir yerde. Qıpasam bular ben. Qısqa yumurdan birini etip vereyim mi? Ha mayli. Bekset qısqa yumurdan birini etip. Ulan da bekset qısqa. Ne anlayla. Bir əlaqəndə beliq baxadigan yuganның içində 2 beliqdə üzüb maçet ketib olsa, bir beliqdə kəptikə ma bir tal beliqdə ma ikisi nəğmandan munçığa degidek. Çünki
Ahir şu. Tügüdü oldu ya belik munçuk Ya çirke. bu küldürenmese ya bu yumru. Senden başkalar küldü ya yit kaldı bezde. Rahmet. Aslında tuğagan bolsanız soğatlık buyumlar battamazma. Merfi şirketininki. Ben mesela. Vereyim ben. Ben osası şunu alayım edip geldim. Zıkkazanı sen. Ben kadar tutandım tutmadım şu çokum alayım hemen. Bir kişi iki kişiden bana ne geldi? Zıkkazan. Ne ben kadar değiştik ya. Beğenimiz işçenimiz tikimiz. Vallahi tesaklatıcı yok ya. Hocam davasa uftağınızın tebrikler. Merfi şirketininki bir yürüyüş maksatlardan soğatlık kıldık. Rahmet. Hürmetli tomoshabinlar, bundan keyin bilinglar, Merfiga erishmasangiz cho'qimni tuttirishinglar kerak. Rahmat. Rahmat. O'ynab hamda o'yinni o'ynab oldik. Mening so'raydigan muqim savolim, ta'tir savollaring hammasi oyoqlashib bo'ldi, tugab bo'ldi-ku. Hamda shu naq maydon qadam tashrif qilgan mehmonlarimizdan bu so'raydigan savollari bor cho'qim. Tomoshabinlarimiz sizdan savol so'rasa, shuningga rostchilik bilan javob berishingizni umid qilamiz. Uningdan boshqa yana bizniki shu top vakili Kimroy. Shu o'tog'iz qo'ysaq ishlar bo'lmabdi. Top vakilining qildigan asosiy vazifasi nima deganda shu sirt tarafdagi boshqalarningki savollarini hamishada sizga yetkazib berdi shu. Bo'ldi, yaxshi. Shunga top vakili deb atagan biz. Chataq yo'q. Aldı bilamiz top vakilidan boshlamdik. Bir torishimiz debdi, aka sizningcha itotning asli mohiyati nima bo'ladi? Mening nazarimdagi itot faqat kuldirgil emas. Itot belgilik darajadagi adabiyot saviyasiga ko'tarilsa, belgilik darajadagi falsafaviy saviyaga ko'tarilsa deb o'ylayman. Albatta komediya bu itot oilasidagi qattiq qarshilashga erishadigan bir a'zo. Lekin komediya cho'qim barliq itot komediya bo'ldi deb aytilmaydi. Nurg'un ta'sirlik yaxshi hikoyalar bo'ldi. Shuning bu itot deganimda cho'qim ko'ngil ichishlar emas, jamiyatda bo'layotgan ma'lum bir masalaga qarata tomoshabinlarning diqqatini yig'ish rolini o'tishga deyman. Masalan, aka kichikiltirilgan kino deb aytsak bo'lamdi. Bo'lmaydi. Bo'lmamda Kino cho'qim ekranda bo'ldi. Itot sahnasida. Masalan, turmush bo'layotgan narsalarni qamchilab bir Qamchilsin bo'ldi, madilisin bo'ldi, o'ttirga tashlab, uningga pozitsiya bildirmisin bo'ldi. Ma'lum bir masalani o'ttirga tashlab itot orqali. Uningga ya bu to'g'ri yoki xato deb baholamay, tomoshabinlarning o'ziga mush ish haqida o'ylanishga tashlab qo'ysak ham bo'ladi. Ma'miliyatda bakkalq mutlaq baho berishni yaxshi ko'rmayman o'zimning asarlarimda. Tahlilni kirgizib, shu ishning mohiyatini yechib bersak, lekin bu ishning to'g'ri yoki xato ekanligiga tomoshabin hukm qilsa kerakmi? Rahmat. yana bir torishimiz debdi, aka siz tuyuqsiz yo'lda ketdi deb chiroq muakkildan biz uchrab qolgan bo'lsa, qanda arzu talablarni talab qildingiz deb. Bu taqdirimni ma'lum bir talaylar orqali o'zgarib ketishini xohlamayman-ku. Buni hamda men chaqchaqib so'rabdi, lekin astoydil javob beray. Cho'qim har qanday erishadigan narsam shu o'zim badal to'lsam, o'zim shu narsa uchun tirishsam, taraqqusam deb o'ylayman. Qonunga tatbiq qildi. Shuningga faqat loteriya olmayman hozirgacha. Faqat o'zimning ta'lim sinab, tuyuqsiz loteriya 5 million chiqib qolsa qo'shim bo'lmasligi mumkin. Shunday qilib bu menga mansub emas bir narsa bir kelib qolgandek bilindi. Shuningga men o'zim qimmatni cho'qim badal to'lab yaratishni tanlagan dunyo qarashim bor. Juratga yaxshimisiz qanaqa ahvolingiz? Bugungi mana Cho'lpon keldi programmasi orqali siz bilan yuz ko'rishganimdan intan xushalman. Bu yerda intan yaxshi fikrlashdik. Shuni bilgim kelyapti, siz mana shu rejissyorlik qilish jarayonida qiyinchiliklarga yo'liqib baqdingizmi? Yo'liqish jarayonida voz kechishni o'ylab baqdingizmi? Ashta qiyinchiliklar duch kelganda siz qanday bir xil shingtay bilan qaradingiz, muomala qildingiz? Mas'ulimiz rasmiy bilan digim bor bir gapni so'radi. Bu qiyinchilik dahshatga uchraymiz qarang qiyinchilikqa. Rejissyorlik deganning o'zi qiyinchilik-ku. Bu rejissyorlik degan uyangili bo'lmaydi. Bu tomoshabinlarimiz balki sirliq bilinishi mumkin yo yuzaki tushunishi mumkin. Rejissyorlik degan ishda ish o'rlashtiruvchi deb. Rejissyorlikning aniqlamasi tafakkur qilish shakli deydi. 导演是一种思维方式的工作deydi. Tafakkur qilish shaklimiz boshqa kasblarga o'xshamasligini talab qilindi. Undan so'ng buni bir qatim o'rganib olib, hamda rejissyorlikni o'rganib oldim, men nima ishlasam bo'ldi degan olmaydi. Mening ma'lumim ayni vaqtda degan, men sana Shakespearening Hamlet degan dramasini qandoq rejissyorlik qilishni o'rgatib qo'ysam, sen mening keyinim yurib 5 yil Hamletning rejissyorligini o'rganib bo'lsang, keyin Romeo Julietani versak rejissyorlik qilolmaysan degan. Shuning uchun rejissyorlik shundoq her bir qitimliq qilayotgan ishqa o'z jang e'lon qilib turib, yangidan har bir ishni tushunib, har bir ishni loyilab, o'zining san'atlik tafakkurini o'tirib qo'yib boshqa qilgan kasb. Shuning uchun buningda qiyinchilik bakchiq omil bo'ldi buningda. Ba'zi qiyinchilik ssenariyada yuz berdi, ba'zi qiyinchilik mablag'da yuz berdi, mablag'ning yetishmasligidan.
Ba'zi qiyinchilik aktyorlarninki kamchilligi yoki ba'zi bir aktyorlarning moslashmasligida yuz berdi. Ba'zi boshqa bir ish halqalarininki vaqti-vaqtida yetkazib berolmasligiga maosh oning'aligi ta'sir qilib, o'shing shu qandaymiz-ku. Cho'ng bir chataqni keltirib chiqargan ishlar yuz berdi. Ashta vaqtlarda ras voz kechishni o'ylagan vaqtimi bor. Nima degan jafoliq kesib bu? Nima degan tugmas g'imivoyish buningki. Men tugatsang, tugamaydigan bu ish. To'xtab turib, o'ltirib, yo bo'lmasa men shu yeziqchilik qilib o'tib ketaymi deb o'ylagan vaqtim bor. Lekin har bir qitim bir asar g'albilik bitib chiqib, hamkorlashuvchilarimizning hammasi qo'shilib, birimizni tabriklashib, tomoshabinlar shu asarlarimizni ko'rib, xuddi bugun har qaysimiz suhbatlashgandek ashunday bir qitim tonib, bir qitim chavaqchilib, bir qitim mujnaq gapni degan vaqtida butun odig'imiz chiqib, yana qaytadan kuch-quvvatga to'shib, mush kasbini umrlik qilay deb, 5 yillik pushaymimizda gipimizni yenib olamiz. Ashunday bitadi umr. Bu kasb ashunday. Deyotgan shu layoqatli bir aktyor bo'lish uchun hamda shu xalq to'rdan shu o'rin ola oladigan, xalq yaxshi ko'radigan bir aktyor bo'lish uchun qanday sharoitlarni hozirlash kerak? Hamda qanday qilganda ashxil saviyaga yetkin bo'ladi? Endi siz rejissor bo'lishibsiz bilan shuna bir tushuncha bersangiz. Eng avval cho'lpan keldi bir chiqib etsa, biz bilib o'tdik. Lekin uzun ma'noda. Şimdi bir yerden başlap qolsa uzun ma'noda. Bo'lsa oxirida cho'lpan keldi, kagini yaxshi. Afkam gapinga javob berishning oralig'ida, Nurali Afkam uchaylan o'ynagan bayqi Itotning oralig'ida men bir hem kulgi bo'lsin deb, hem qo'shib qo'ygan bir gap bor. Aktyorlar hozirlash tegishli 3 xil iqtidor deb bir narsa dedim-ku. Tushunish iqtidori, tafakkur qilish iqtidori, ifodalash iqtidori. Tushunish iqtidori deganimiz o ssenariyni ko'rgandan keyin uni o'qib tushuna oladigan. O ssenariyaning voqealigi alayida voqea. O'zi texi u rol olmoqchi bo'lgan aktyor beshidan u voqeani o'tkazish imkoniyati bo'lmagan yoki texi o'tkazib boqmagan notunish voqea bo'lib qolsa, shu xil holatni tafakkur qila oladigan, faraz qila oladigan. Xuddi mashqisi boya mishani ko'cha dapanjini yap bo'lgan, ayani o'birni deb faraz qilgan o'xshash tafakkur qilish iqtidori. Uchinchisi ifodalash iqtidori degan gap. Mushu o'rinlayotgan narsani o'zi tushunib, o'zi tafakkur qilib bo'ldi, lekin ba'zi aktyorlarniki chiroy mimikasida ifodalanmaydi. Biz rejissorlar doim uchraydi. Qarasak tushunmadimi desek, aniq tushungan. Tafakkur qilolmagandik deb tushundirsak, uni bizdan yaxshi tafakkur qilib olgan, lekin rol olgan vaqtida tomoshabin ko'rib chiqqidek rol elishda ifodalanmaydi. Bu ifodalash iqtidori deyildi. Shu 3 xil iqtidor cho'qim yetilish kerak. Endi qanday qilganda yaxshi aktyor bo'lg'ili bo'ldi degan endi bu bizning kasbdagi biri. Tema endi buningga fazilat jihatdan javob bersak, cho'qim qattiq jafoga chidaydigan, tirishchan, ügünüşte birinci o'rin qo'ydigan, mangu to'xtovsiz ügünüp mangadigan adam aktyor oldu. Aktyor har qanday narsani ügünish kerak deb qaraldi. Masalan, Rossiyaning dаңliq drama peshvosi Stanislavskiy degan kishininki Yayuanda Zuvashu degan kitobi bor. Butun dunyodagi teatr shu yerlarda o'tildi. Aktyorning o'zini tarbiyalashi deganda shunday deyilgan. Aktyor har xil narsani, ot minishni, mashina haydashni, chelishni, qilishvozlikni, tapancha etishni, hayotda ayrı haydashni, hamon mushtan narsalarni ügünüp, o'zini to'xtamay, odat kasb qilmoqda tarbiyalab turish kerak. Andan to'xtamay bo'lsa, shu universal zapasini yuqori ko'tarish uchun nurg'un kitob o'qish kerak. Bir faylasofning rolini oldiga qo'yib qolsa, faylasofga yetmasimi aktyorning saviyasi. Lekin shu faylasofniki deb bo'lgan, tafakkur qilib tep bo'lgan narsani tushangidek bir iqtidori, tafakkur qiladigan bir narsa bo'lsa, uni ifodalab rolni ololmaydi. Ikkinchisi bu qanday ügünish desak, cho'qim menimcha bu doğrab, men bunda qiziqishdim, menda bundaq bir narsa bor deb ügündigan kasb emas. İmkoniyat bo'lsa, cho'qim kasbiy aktyorlik tarbiyalaydigan shu yerlarda kasbiy ügünüp chiqish kerak. Bu ügünishning tartibi bo'ldi. O'zini ozod qilish, turmush kuzatish, obraz kuzatish, doğrash, anandan kichik asarlarni o'ynash deydigan mushtaq tartib bilan uning taqib turqi, mengish turishi, ifodalash, tilning urg'usi degandan tortib hammani randlab bir aktyorni ashunaq bir o'lchamli aktyor qilib chiqdi. Shu menimcha yana shu cho'qim o'lchamli ügünishni tavsiya qilaman. Demak, unda 3 bulush bizda bor ekanda. 3 bulush sizlarda. Yaxshimi Juratda? Yaxshimisiz. Mushta fursatda ko'rishganimdan shuncha xush bo'ldim. Rahmat. So'raydigan savolim, endi siz halqi bir
doim suhbatingizda bir zo'pini ishlab chiqarish jarayonida cho'qim yangilar bilan mijozlar kelishmaydigan ashlar bir ishlar bo'lib, so'qinish bo'lib qolgan ishlar bo'lib qolamdi. Agar ishlar bo'lib qolsa, endi buni kontrol qilish cho'qim sizning qo'lingiz bo'ldi-ku. Davomli tatamsiz yoki ertaga yoki ishlarni bitirib qilib bo'lgandan keyin andan keyin davomlashtiramsiz. Bu ish pek normal ish shu. Artistlar bilan chiqisholmaslik masalasi degan ish emas. Endi bu bizningki bu kasbdagi go'miriy shu deb atalgan ish shu-chu. Bu cho'qim ishlar boyi men tushundirgandek nurg'un adam birlashib qildigan, hamkorlashib turib qildigan kasb bo'lganligi uchun pek chiqishdiganlar yig'ilimiz odatda. Kasb iqtidori birinchi o'rin turdi. Uningdan sirt o'ziniki pozitsiyasi shu ish tutgan axloqiy kasbiy axloqiy uzun muddat bilan ma'qul bo'lgan odamlar bilan ashkardagi cho'ng doyalarning bir turkum artistlar bilan doim qaysi kino o'zi ishlaydiganning sababi shu. Lekin oshlar bilanmi chiqisholmaymiz shu ba'zida. Chunki ish kelgan vaqtida ba'zida vaqt qistab qoladi yoki ba'zi bizning deganimizni ular tushunib olmaydi yoki ularga biz xato tushuntirib qo'yamiz. Shuning bilan u yerda siz degandek shunday varangchurun qilib artistlarning ko'ngliga biz azor berib qo'ydigan ba'zida artistlar pongoda bir gapni bizning ko'nglimizga ketadigan ish bo'ldi. Lekin men asosan hozirgacha bo'lgan rejissyorlik hayotimda bunda sabablar tufaylidan bo'ldi. Bugun reptis to'xtasin yoki surat kelish to'xtasin deb yomonlab batlab ketib qolgan vaqtim yo'q. Vaqirgan, xafa bo'lgan nurg'u vaqt balki gangachilik 5 minut turib o'tgan ekan, ha, kelaylik deb boshladim. Bizlar holatda. Bu tabiiy ahvol. Bu hech kimning masalasi emas amaliyotda. Bu cho'qqim bu kasbning jarayonida yuz beradigan shunday ishlar. Biz urush baqqanmi? Voy, u so'qishib ketgan ishlar jiq. Anvar kimlar bilan? Anvar bilan, Rim bilan qopchiliklar bakchiq. Ba'zida shunday. Ya da. Ya Rim odatda odash emas, sen bilsang billa, sen itotlarni o'ynagan Rim qonglar. Odash bu-chu deb shunda siliq qilib bizniki og'rinib qolganimiz nima desak, endi artistlar charchaydi. Bu tez aktyorlik boydidik. Aslında qilib jiddiy vaqtning ichida biz ertatiga reptis qilamiz. Ma'lum bo'lsa bek vaqtni bek oz beraytma. Teksin cho'qim yotlab kelsizlar deyman. Shuning bilan shu bek qattiq tayyorlik qilib etib, yotlig'ini yotlab kelalaydi. Ya kechda muhim ish chiqib qolib, shu 1 soat yayan gunkani yaxshi qilmagan bo'lsa, ertasi cho'qim yotlamay kelib kechlaydi, shuni xap bilaman. Sen hozir teksin yotlabsan, men nimani payl qilmasin hozir men. Nimani desam sen nimani qila olaysan bu yerda. Bu boda turmush qoplama. Shuni ulardagi u deydi, anda olgan, bunda olsa vaqtni az verding. Mamanda oldi, bunda ishlar bek tabiiy. Lekin reptisdan tushgan ekan mayli yana. Duy shir, bu duy ren degan yonza bo'yicha ish uchun bo'ldi hamma qopchilik. Bir odamlarga yoki rejissorning ma'lum artistga bir fikri chiqib qilib, yoki ma'lum artistning rejissor fikri chiqib qilib bo'lgan ahvol bek az yuz berdi. Xo'sh, rahmat aka. Bugun mushtaq bir yaxshi fursatda sizdan yaxshi sirdishib oldik deb o'yladim. Yaxshi bo'ldi suhbatimiz. Bundaq fursatni kamiga oson emas bizga. Masalan, rejissorlik to'g'riliq, aktyorlar to'g'riliq, shu drama to'g'riliq, kino to'g'riliq, ish qilib hamma nima to'g'riliq bir paranjib baxtdiq. Qalbimizda nurg'un narsalarni o'rganib olgan bo'ldik. Nurg'un bilimlarni egallab olgan bo'ldik-da. Rahmat etamiz aka. Rahmat, sana rahmat. Bugun intayin ko'ngillik parang bo'ldi endi. Menmo sizning programmangning uslubi bo'yicha rejissor bo'lgandan keyin hamda cho'qim uslub tushunsak olmaydi. Shunaqa o'zim amal bor so'zlaringga chaqchaq qilmayliroq gap qilib, ichilib rahmada aytmangda ham ba'zi chaqchaqlarim bek ish bitib qolgan bo'lsa o'zing kelsa o'ynasan. Rahmat aka, eng muhimi shu qimmatli vaqtingizni ajratib, bugun mishaga qadam tashrif qilganingizdan bek xush bo'ldik aka. Bo'lsa, Cho'lpon keldi programmamizda bunda bir prinsip bor-ku. Cho'qqim bir artist bir insonga chiqadi deydigan unda qonuniyat yo'q. Bu programda vaqtingiz bo'lsa, bundan keyingi vaqtlar bo'lib qolsa, shu programmaga xalqa vaqtda xalqan songa qadam tashrif qilib, texmo yana bir yangiliklar bilan o'xshamagan bir temalar ustida muloyizalashib, paranglashib, ko'pchilikka bir aktiv energiya taqishingizni umid qilaman aka. Endi shu Cho'lpon keldi programmasini bundan burun ekranda ko'rdim dedingiz-ku aka. Ha, ko'rdim. Endi ekranda ko'rgan, mencha u boshqa bo'ladi deb o'ylayman. Hozir naq maydonga qatnashdingiz, buning hissiyoti yana ayrim ikki narsa bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun Abayta yaqmış siz mishaga kirgandan boshlab mana hozirgacha sizga ta'sir qilgan nuqtalar qaysi? Boshlangandimi bir dedim, endi bu nuqtaning eng ta'sir qilgan Erkin Azade. Bakkilik bir qilibning ichiga kirib olmagan holatda bir program ishlayotgandek emas. Sizlarning g'albilik bu programmani olib berayotgan menga bergan hissiyat, apparatlarni unutildirgan asosda bir yaxshi bir muңdishu suhbatga o'xshaydi. Shunga men sening yetakchiligingda Namashbullah nomli inkasidan asosan o'zim uchuq yo'riq hech qanday bir besimiz qilmay yaxshi bir suhbatlashdik. Bu alaylikni texmo davomlashtirib berishingni umid qilaman. Rahmat.
Xo'sh, programmamizning tajdarligini Şinjan Marfi Xalqaro savdo-sotiq shirkati alayda qo'l. Xo'sh, programmamizning riyosatchilarining kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyati cheklanish shirkati alayda qo'llagan. Bovlardan miras, tog'dek qomatga qiyos miras kiyimlari. Rahmat aka, unda bo'lsa buningdan keyingi mayli kasbiy jihat bo'lamdi, mayli turmush ishlari jihati bo'lamdi, har qanday ishlaringizning o'ngishli yurishlik bo'lishiga tilakdosh biz programma guruhisidan aka. Rahmat. Eng muhimi salomat turing, o'zingizni ko'p asrang aka. Buningdan keyingi rejissyorlik sohasidami texmo payzi, texmo isil asarlarni bizga sunishingizni biz taqozolik bilan kutamiz har vaqtda. Men sizlarning shu Cho'lpon keldi programmasidan Bağan sır yaxşı oluşunu, bağan sır mükemmel buluşunu, texmi qizishini ümid qilaman. Men de vaqtdan vaqt chiqarib cho'qim ko'rib turman. Rahmat. Bo'ldi, ma'qul.